Men uchun eng baxtli bolalik menda bo'lgan. Albatta. Ha, chunki unda ota-onam bor edi. Eng baxtli bolaliklardan biri menda bo'lgan. Ha, men bolaligimni baxtli o'tkazdirdim. Bolaligim baxtli o'tgan. Baxtli o'tkazdim deb o'ylayman. Men eng baxtli bolalik menda sodir bo'lgan deb o'ylayman. Bitta quyoncham bor edi, oppoq. Kamatchan bo'lardi, qum to'kadigan shu. Ayiqcha, chunki tug'ilgan kunimda adam ko'p shu ayiqchani sovg'a etgan. O'zim yasagan o'yinchoqlarim eng sevimlisi bo'lgan. Natasha degan qo'rchog'im. Shu qizil moshincham bo'lganda sovg'a qilganlar. Miyaqki bo'ladi-yu. Kichikcha. Chiroyli qo'g'irchog'im bo'lardi, o'shani yoqtirardim, lekin o'zim yo'qotib qo'yganman. Ko'proq birinchi sinfdagi o'qituvchim ko'proq ijobiy ta'sir ko'rsatishgan. Boshlang'ich sinf o'qituvchim Aglanova. Ayam, chunki dadam ishda bo'lgan. Albatta akamlar. Eng ijobiy ta'sir ko'rsatgan odam bu mening onam deb o'ylayman, chunki juda ko'p saboqlar bergan, juda ko'p urushib turganlar. Albatta dadam, keyin onam. Albatta dadam, to'g'ri yo'nalish bergan dadam bo'la oladi. Meni rivojlanishimga ko'proq onamlar ijobiy ta'sir o'tkazdirganlar. Men boshqa opalarimga o'xshamaganman, sariq, ko'zim ko'p bo'lgan, shuning uchun menga chiroyli shunaqa nom berilgan. Ismimni buvim qo'yganlar, ma'nosi Allohning qilichi degani, otalarini ismi bo'lgan. Ismimni bilmayman kim qo'yganini. Bu ismimni onam qo'yishgan, sababi tushlarida meni ko'rishgan. Elga sardor, ya'ni qaysi bir to'daga kirsa ham sardor bo'lib chiqishligi uchun Sardor deya nom berilgan. Alohida narsani anglatadi, yulduzday kelajagi porloq bo'lsin, oy yuzli chiroyli qiz bo'lsin degani. Ismni bobom berganlar, chunki amakimni o'g'liga ham Islom deb qo'ygan. Meni prezidentimizga, masalan, Karimjon deb ikkalamizdan o'qib qiziqib bobomlar berganlar-da. Mening ismimning ma'nosi aslzoda, ya'ni aristokrat degan ma'noni anglatadi. Aslzoda qiz degan ma'noni anglatsa kerak. Juda ko'p bo'lgan. Ha, bo'lgan. Aslo yo'q, chunki har doim dadamga aytib ketganman qayerga ketsam ham. Yo'q, men har doim dadamdan so'rab chiqqanman ko'chaga. Qochgan kunlarim bo'lmagan menimcha. Ha, ayimdan qochgan paytlarim bo'lgan. Ayam bilan dadam uxlatib qo'yib, bitta o'zim uydan qochardim. Bo'lmagan, lekin har xil yo'llarni rejalashtirganman hayolimda. Albatta juda ko'p uydan qochardik, har xil rejalar tuzib. Bolaligimda juda ko'p uydan qochganman, chunki bezoriqqina qiz bo'lganman-da. O'rtoqlarimni ko'proq sog'indim. O'rtoqlarim bilan ko'chada futbol o'ynashni. Do'stlarim bilan o'ynashni sog'indim. Nima deydi, shu dadamlarni erkalashlari yoshlikda endi bo'ladi-da, keyin do'stlarim bilan qo'shiq aytgan paytlarni sog'indim. Bolaligimdagi o'rtoqlarimni, birga o'yinlarni juda sog'indim. Bolaligimdagi eski uyimizni ko'proq sog'indim. Eng sog'inganim erkni. Tashvishsiz hayot edi-da o'sha paytlar. Bolaligimdagi oilamizni dasturxon atrofida birga ovqatlanishini. Albatta, ichki ishlarda xodim bo'lib ishlashni xohlardim. Katta bo'lsam futbolchi, advokat va huquqni muhofaza qiladigan shu xodim bo'lishni xohlaganman. Aktrisa bo'lishni xohlardim. Men har doim yoshligimda orzu qilib kelganim bu, xudo xolasa, prokuror bo'lish niyatim bor. Men katta bo'lsam yoshligimdan prokuror bo'lishni xohlardim. Yoshligimda uchuvchi bo'lishni orzu qilardim. Harbiy desantchi. Men asosan formali shaxs bo'lishni xohlaganman. O'sha orzuyim yo'lda ketyapman. Ha, xohlardim. Yo'q. Chunki bolaligim zo'r o'tganda, o'yinlar qiziqliroq, telefonsiz hayot bo'lgan. Ha. Yo'q, kichkinaligimdan ham hozir ham umuman katta bo'lishni xohlamaganman, to'g'ri ish qilganman. Mencha xohlardim. Albatta hamma bolalar katta bo'lishni xohlaydi, lekin katta bo'lgandan keyin
buni tushunib yetadi qanaqalik mashaqqatli ish ekanligini. Albatta, kichkinaligimda tezroq katta bo'lsam derdim va hozir buni aksi. Juda xohlardim. Ruxshona degan o'rtog'im edi, 11 yillik o'rtog'im. Bitta o'ris dugonam bo'lardi, Viktoriya degan. O'sha dugonam. Tengdoshlarim birinchi o'rinda Timur, Davron, Doston, asosan ko'chamdagi o'rtoqlarim. Shahzoda, Mohira, keyin Anyuta, Bunyod. Bolalikda do'stlarim Islom, Olim degan do'stlarim bo'lgan. Meni bolaligimdan ukam do'stim bo'lgan, hozirgacha eng yaqin do'stim ukam deb hisoblayman. Bolalikdagi do'stlarim ham mahalladoshlarim, o'zimning akamlar. Bog'chada Sevinch degan yaqin dugonam bor edi, o'sha. Xincha qo'shiqlar. Aytib chatmasin. Afsonaviy Setora guruhining qo'shiqlari va Tohir Sodiqov Shahzodaning qo'shiqlari. Shahnoza Bonuning Qizalog'im degan qo'shig'i. Ana borku har bahor yo'lingda. Yo, to'xtang, o'shani nima kim aytgan edi? Qo'shiq aynan bitta qo'shiq bolaligimni eslatadi deb ayta olmayman. Ana olma pishgandagi degan qo'shiq bor edi-ku. Ana shu. Ummonni qo'shiqlari eslatgan, to'g'risi. Eng mashhur qo'shiqlardan biri borku, Tulpor tulpor. O'shani bolaligimda eslayman-da, xotirlayman. Men tug'ilgan yilimda o'lim jazosi yo'q bo'lgan. Yo'q, 2005 da bo'lmaganmi? Men 2005 da bo'lgandirda. Bularning birinchisi meni tug'ilganim, qolganlari uncha muhim emas. Gerb qabul qilingan kun bo'lgan. 2005-yil eng katta voqea bu mening tug'ilganligim. Bilmayman, sihat salomatlik yili bo'lganligini bilaman. Endi 99-yil nima bo'lgan aka? Qaydan topaman men? Amir Temur yili deb nom berilgan. 2005-yilda eng muhim voqea bu meni tug'ilganim bo'lgan. Bundan boshqa muhimi yo'q. Albatta, bo'g'irsoq. Yakalabok. Birinchi o'qigan kitobim Xudoyberdi To'xtaboyev Sariq devni minib. Yo'q, eslay olmayman. Juda ko'p ertak kitoblar o'qiganman, shu sababli esimda qolmagan nomi. Dadam bitta ertak kitob olib bergan, lekin nomi esimda yo'q. Albatta shu onam birinchi sovg'a qilgan ertak kitob bo'lganda. Eng birinchi ertak kitob o'qiganman. Odobnoma haqidamidi, ertak kitobdan boshlaganman. Tulki bilan bo'ri kitobi. Menga gapirmas edilar. Bir oy, 2 oylab ham gapirmay yurishaverardim. Dadamdan kaltak yerdim. Undan so'ngra oyimlar menga gapirmay qo'yishardi. Albatta bu og'ir bo'lgan. Yo ko'chaga chiqarib qo'yishardi yoki o'yinchog'imni qo'limga berib ko'tartirib qo'yardi burchakka. Uzukni chapga qo'yib olib urardilar. Stolda ushatkizib qo'yib, o'tirib turgin deb aytishardi. Asosan tikka turg'izib qo'yishardi yoki uyning burchagi bo'ladi-ku, o'sha yoqqa turg'izib qo'yishardi qanchadir vaqt uchun. Qilgan aybim uchun nasihatlar berganlar, tayog'ini yeganmiz degan. Bizni jazolashmagan, faqat so'kib tarbiya berishgan. Men o'qishga kira olmaslik qo'rquv bo'lgan, chunki kichkina paytimdan o'qishga kirish harakati boshlanganmanda. Ko'proq buvimlarni, bobomlarni shu yo'qotib qo'yishdan qo'rqardim. O'ynab do'stlarim bilan kechga qolib ketganimda ayam meni izlab yurgan bo'lsa, o'sha voqeadan juda ham qo'rqardim. Ana u hindcha kinodagi jodu o'g'irlab ketishidan. Ayamdan qo'rqardim. Rostda. Ota-onam yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman har doim. Ota-onamni yo'qotishdan ko'proq qo'rqardim. Yaqinlarim yo'qotib qo'yishdan, o'yna olmay qolishdan, biron joyim sinib qolishidan juda qo'rqqanman. Eng yoqtirgan o'yinim bu bekinmachoq o'ynash, svicha o'ynash, svicha deyiladi bizda. To'pni o'rtaga tashlab o'ynaydi. Ko'proq Tetrisda mana bu o'yinlar bo'lardi-ku, yoshligimizda Tetris o'ynab yurdik. O'shanda futbol, mana bu uychalar qurishlar o'shana yoqardi-da. Yashin to'palar, o'rtaga kirar, voleybol.
O'rtaga kirari yoshilmachaloq va eng yaxshi ko'rganim futbol. To'p tosh bo'ladi-ku. Ana shu o'yin o'rtaga kirar, bekinmachoq. Shiribom o'ynashni yaxshi ko'rardim. Loya o'ynashni yaxshi ko'rardim. Прогулкада Buratina degan o'yin bor edi. O'sha o'yin bizning sevimli o'yinimiz bo'lgan. Futbol o'yini. Faqat bitta qo'zicham bo'lgan. It, mushuk unaqa uy hayvonlari ko'p yoqtirmayman. Papugayim bo'lgan, kuchuk, shu. Mushuk, mushukcha. Mani kuchugim bo'lgan, ismi Tuzik. Ot va sigirlar ko'p bo'lardi, no otga minishga qiziqardim. Quyonim bo'lgan, toshboqam bo'lgan, mushukcham bo'lgan. Itim bilan shu mollarim bor-da, o'shalar yoqaydi. Mening eng mashhur uy hayvonim bu it. Kichik emas, it, katta itimiz bor edi. Bilmadim nima bo'lish kerak. Avvalo ota-onasini mehri bo'lish kerak va har bir bolada o'sha paytlar shiribon bo'lish kerak bo'lardi обязательно. Har bir bolada ota-onasi bo'lishi kerak, mehr berishi kerak. Oilasi. O'yinqaroqlik, sho'xlik bo'lishi kerak. Kelajakda o'zi orzusi bo'lish kerak, ota-onaga bo'lgan mehr bo'lish kerak, keyin o'zini yoshlik quvonch kunlarini yaxshi o'tkazish kerak-da. O'g'il bolalarda ko'proq mashinacha, qizlarda kukla. Menimcha har bir bolani opasi, akasi yoki ukasi, singlisi bo'lishi kerak. Birinchi qator, birinchi parta. Ikkinchi qator, birinchi partada o'tirganman, chunki zreniyam past bo'lgan. Ikkinchi qator, uchinchi partada o'tirardim. Oldimga hech kim o'tirgizdirmasdim. Uchinchi parta, birinchi zvinoda o'tirganman. Maktabda 3-qator, 1-partada o'tirganman har doim. Birinchi qator, birinchi partada o'tirganman. Biz doim do'stlarimiz bilan orqa partaning eng oxirida o'tirardik. Maktabda eng oxirgi partalarda o'tirardim, chunki oxirida bezorlik qilish osonroq bo'lardi. Huquq va tarix. Tarix. Maktab payti tarix fanini eng ko'p yaxshi ko'rganman va xuddi hozirgi kabi. Bu ona tili adabiyot juda yoqtirganman, chunki chiroyli yozganman-da yoshligimda. Xo'p, texnologiya, tasviriy san'at, matematika, fizika, ona tili, hamma fan yaxshi ko'rganman. Ingliz tili, Jismoniy tarbiya bilan adabiyotni yaxshi ko'rganman. Tarix fani, ingliz tili, keyin huquq fanlarini yoqtirganman. Mehnat fani bilan jismoniy tarbiya. Ayto'rim, kulgilida. Parashyutdan sakrashni, samolyotdan sakrashni orzu qilganman. Aktyorlikka qiziqqanman-da. Eng katta orzuyim uchishni o'rganish edi. Juda kichkinaligimda, lekin uchishni o'rgana olmaganman hozirgacha. Chet elga ketib sayohat qilishni. O'zim uy qurishni. uchishni xohlardim. Просто o'zim shunday osmonga uchishni yaxshi ko'rardim. Ko'proq o'yinchoqlarim bo'lishini xohlaganman-da. Albatta, eng katta maqsadimga erishdim. Ayrimlariga yetishdim, ayrimlari hali armon, orzuda. Albatta. Qanchadir qismiga ha, lekin hammasiga emas, chunki men qilgan orzular iloji yo'qda ularni amalga oshishini. Bolalikdagi qisman orzularimga yetishdim, chunki o'qishga kirganim eng katta orzuyim edi. Bolalikdagi orzularga yo'q hech ishonmaganman. Ular orzuligicha qolgan, misol uchun uchish. Menimcha ozgina qoldi, chamasi 4 yilcha qoldi, orzuyimga yetishaman, forma kiyaman. Bolalikda orzularimga hozircha yetishdim. Hali endi maqsadlarim sari olg'a bormoqdaman. Raz 112. Cho'tkimi? To'xtang, boshqa tilda gapiray. Endi qiziq narsa bo'lsa, qiziq narsani gapirasizda, yolg'ondan gapirmaysiz-ku. Qalbimni tirnayapsiz aka. Следующий ketdik. Yulduz, sochim yaxshi turibdi. Bu o'zi qayoqqa qo'yiladi? Qayoqqa tashlanadi? Yo'q, unda ayta olmayman-da.